Assalomu alaykum. Bizni uzoq va yaqindan kuzatib boruvchi qadrli obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar. Biz yana bir ishimizni Shahrixonda, Cho'jada yakunlab bermoqdamiz. Ko'rib turganinglardek, ko'cha tomoni juda ham ideal shaklda, juda ham chiroyli fason qilib yakunlab bermoqdamiz. Ko'rib turganinglardek, oq rangimizga shkala svetni aralashtirib, juda ham chiroyli ko'rinishda bo'lgan tunikafonlarni qilib berdik. Ko'cha tomoni dorizaxonasi va ichkari o'stirmalarini qilib berdik. Mana do'stlar, hozirda ustalarimiz tomonidan plafonlarni o'rnatib berilmoqda. Yakuniy qismi inshaalloh. Bizda plafonlar besplatniy o'rnatib beriladi. Shunchaki siz olib berasiz, biz esa besplatniy qo'yib beramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek apshkalarni ham qilib berganmiz. Akamiz mana dorizaga zakaz qilgan ekan, razmerlarini chiqarib. Mana dorizaxonasini ko'ringlar do'stlar, juda ham ideal shaklda chiqdi. Skromniy, unaqa majmua emas. Mana ishni sifatiga birinchi o'rinda e'tibor beringlar. Xudo xolasa ishlarimiz juda ham sifatli. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa harakat qilib, uy egasini xohlagandek tunikafonlarni qilib beryapmiz. Ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli chiqdi bu ishimiz ham. Xizmatlarimiz do'stlar vodiy bo'ylab hozircha xizmat ko'rsatmoqdamiz. Barcha rasxodlar ichida, ya'ni reka, lesasi, xullas qo'yingki, barcha ketadigan rasxodlar ustasi. Siz shunchaki bir mahal obed qilib berasiz, qolgan hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Xuddi shunaqa tunikafonlarni uyingizga juda ham chiroyli ko'rinishda bo'lgan tunikafonlarni qilib beramiz. Uyingizga mos va xos bo'lgan tunikafonlarni tavsiya etamiz. Mana bu xonadonga xudo xolasa shu tunikafon agar mos tushdi degan fikrlar bo'lsa, bir donagina like va podpiskani bosib qo'ying do'stlar. Biz esa qolgan ishlarimizni ham qo'yib boramiz. Hozirda ishlarimiz juda ham ko'p, inshaalloh. Videolarimiz juda ham ko'p. Birin-ketin joylab boramiz. Internet tarmoqlariga anchadan beri video joylamayotgandik, chunki ishlarimiz juda ham ko'p bo'lib, vaqtimiz bo'lmayapti do'stlar. Xudo xolasa, vaqtga qarab birin-ketin joylab boramiz. Mana ko'rib turganlardek ichkari tomonlarini ham juda ham ideal shaklda qildik. Pastki apshkalarni ham mana o'rab berganmiz. G-shak 90 gradus holatda qilganmiz. Mana bu yerga rom qilsa ham bo'ladi. Shu yopishtirib romni qo'ysa juda ham chiroyli chiqadi. Mana fasadlarini ham akamiz remont qilgandan keyin yana ham ishimiz ko'rinadi. Ichkarilarga ham plafonlarni qo'yib berganmiz. Ko'rib turganinglardek. Xudo xolasa ishlarimiz juda ham chiroyli. Agar sizga qiziq bo'lsa, biz bilan bog'laning. Mana shu ekranda chiqib turgan nomerlarda WhatsApp, Telegram hammasi bor. Bemalol murojaat qilishlar mumkin.